ota-onangni hurmat qilganingda boshqa millatga turmushga chiqmasding debdi mamma. Ota-onangizga bo'lgan hurmatingiz u qaysi millatga turmushga chiqqaningizga qaramaydi. Ota-onaga hurmat u boshqacha belgilanadi. Endi mayli, men sizga o'rgatmayman. Birinchi turmushim o'zbek bola bilan bo'lgan, ikkinchi turmushim amerikanец. Endi men o'sha birinchi turmushimda qolib ketganimda meni u yerda urishsa ham, so'ksa ham, dabdalamni chiqarishsa ham, har kuni zulmlilik ko'rsatishsa ham, lekin men o'sha turmushimda qolganimda ota-onamga hurmat qilayotgan bo'lar ekanman-da. Shu ekanda eslarda. Zato ota-onamni hurmat qilyapman deb yashayverardim, to'g'rimi? Yo'q, mani hayotim u mani ota-onamni hayoti emas. Ota-onam o'zi uchun javob beradi, men o'zim uchun javob beraman. Men Xudoga shukr halol turmushga chiqqanman. Halol odamga turmushga chiqqanman. Ana bittasiga ikkinchi, uchinchi, 10-chi xotin bo'lib tegmaganman. Zakonniy erim, halol pul topadigan, meni hurmat qiladigan, o'sha o'zbekdan bo'lgan birinchi turmushimdan bo'lgan bolani o'zini bolasidek katta qilgan. O'sha bir O'zbekistondagi qaramagan, alimentdan qochib yurgan. Titrab yurgan, aliment so'ramasin ish qilib. Zato mana amerikanец pochela meni hurmat qilib, hamma farzandlarimizga yaxshi ota bo'lib, faqat uyim joyim deb meni ota-onamni hurmat qilib, men ularga turmushga chiqqanimga men ota-onamga hurmatsizlik ko'rsatibman. Bu qaysi ong bilan yashaysizlar shunaqa? Sal endi hozir 21-asr-ku, sal onginglarni ko'taringlar. Sal boshqacharoq bo'linglar odamlar. Mana shunaqa yozadiganlar. Siz o'zingiz uchun javob berasiz. Men bitta domla bo'lib olib, ko'rdik sizlarni. Hayolinglarda nimaligini, buzuqchiliklaringlarni ko'rdik. Ana kommentariyalarda o'qidik. O'shaning uchun domla bo'lmasdanchi, lучше men sizga bitta maslahat beraman. Domlavoy, o'g'il bola ekansiz, ishlang, oilangizni boqing, bola chaqalaringizni boqing. Bu internet, TikTok bu qizlarga berilgan narsa. Siz ishingizni qiling. Siz onaqa qizlarni kanalida o'tirmang. Domlajon, bu hech ham to'g'ri kelmaydi, erkaklarga to'g'ri kelmaydi.